Har bir avlodning taraqqiyoti va rivojlanishida ustozlarning o'rni kattadir. Ular nafaqat bilim berish, balki insonning ruhiy dunyosi va ma'naviy olamiga ham qattiq ta'sir ko'rsatadilar. Shu bois ustozlarni e'zozlash, ularning xizmatlarini yuksak darajada baholash va qadr-qimmatini himoya qilish har bir jamiyatning eng muhim vazifasi sanaladi. Mamlakatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyev ham ustozlarga nisbatan alohida hurmat va e'tiborini doimo namoyon etib kelmoqdalar. Prezidentimiz ta'lim sohasi va ustozlarni qo'llab-quvvatlashga katta e'tibor qaratib, ularning ijtimoiy ahvolini yaxshilash, mehnatlarini munosib rag'batlantirish maqsadida bir qator davlat dasturlari va loyihalarini amalga oshirmoqdalar. Buni muhtaram yurtboshimiz Birlashgan Millatlar Tashkilotining 80-sessiyasida ham alohida ta'kidlab o'tdilar. Bu esa ustozlarning jamiyatdagi obro' nufuzini yanada oshirishga xizmat qilmoqda. Men ham 25 yildan buyon maktabda o'qituvchi bo'lib ishlayman. Bir pedagog sifatida jamiyatda o'z o'rnimga, obro' va e'tiborga ega bo'ldim. Ustoz deya ulug'landim. 2025-yil 25-sentyabr kuni Farg'ona viloyati axborot kutubxona markazida O'zbekiston ta'lim va fan xodimlari kasaba uyushmasi, Respublika kengashi va Farg'ona viloyati kengashi tomonidan tashkil etilgan tantanali bayram tadbirida qatnashdim va tadbir tashkilotchilari tomonidan qimmatbaho sovg'alar bilan taqdirlandim. Tuman markazidan 30 chaqirim uzoqda joylashgan oddiy qishloq maktabidan viloyat miqyosigacha kelib taqdirlanishim menga g'urur, iftixor va faxr bag'ishladi. Men o'qituvchi ekanligimdan faxrlanaman va buning uchun muhtaram yurtboshimizga, Maktabgacha va Maktab ta'limi vazirligiga, Respublika kasaba uyushmalari federatsiyasiga cheksiz tashakkurlarimni bildiraman.